Bugungi kunda millionlab insonlarni qiladigan ishi, ya'ni daromad manbai boshqa bir uxlab yotgan insonlarni uyg'otish bo'lgan desam ishonasizmi? Aynan siz qilayotgan ish ham 5-10 yil yoki nari borsa 20 yildan keyin xuddi shu kasblarga o'xshab yo'q bo'lib ketmasligiga kim kafolat bera oladi? Bugungi videoda siz endi hech qachon ko'rmaydigan, lekin o'z vaqtida millionlab odamlar aynan shu sohadan daromad topgan kasb haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirida sizni kutayotgan savol bugun siz o'ylaganingizdan ko'ra muhimroq bo'lishi mumkin. 19-asr Angliya. Sanoat inqilobi shaharlarni fabrikalarga to'ldirishni boshlagan davr. Minglab odamlar har kuni bir vaqtda ertalab uyg'onishlari va o'z belgilangan tartibda ishlab chiqarish zavodlari yoki sexlarga ishga borishlari kerak edi. Lekin bu yerda bitta muammo bor edi. O'sha vaqtda bugungi kundagi telefonlar yoki bo'lmasa maxsus soatlar yo'q edi. Odamlarni o'z vaqtida bugungi til bilan aytganda budilnik qo'yib, ertalab turib, uyg'onib ishga borishni ta'minlashning imkoniyati juda ham past bo'lgan. Va bunaqa holatda o'sha vaqtda bitta yechim topishdi. Eng zo'r yechim bu odamlardan foydalanish edi. Ya'ni maxsus uyg'otuvchi insonlardan foydalanish bo'lgan. Ushbu uyg'otuvchi deb ataladigan kasb egalari har kuni tunda yoki kunduz kuni belgilangan vaqtda ko'chama-ko'cha yurib, odamlar derazasini uzun bambuk tayoq bilan taqillatishar, ba'zilari esa uzun rezina naycha orqali quruq noxot otishardi. Ular odamlar to'liq uyg'onganiga ishonch hosil qilmaguncha ko'chalardan ketishmas edi va birinma-ketin insonlarni uyg'otishga harakat qilishardi. Londonlik ushbu ayol shu kasb bilan 1900-yildan 1930-yillargacha, ya'ni 30 yil davomida shug'ullangan va haftasiga ma'lumotlarda yozilishicha 6 tiyin evaziga yuzlab odamlarni har kuni uyg'otgan. Siz mana shu rasmda ko'rib turgan ayol insonlarni uyg'otish uchun maxsus qovur orqali no'xatlarni otgan va 30 yil davomidagi faoliyatida ushbu maxsus qovurlar uning savdo belgisiga aylanib qolgan. Bu kasb o'zi nega yo'qoldi? Javob oddiy. Arzon va ishonchli uyg'otuvchi soatlar keskin ommalashishni boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra 1914-yilga kelib, ayrim gazetalar hatto arzon soatlar bu kasbni o'ldiryapti deb yozishni boshlashdi. Ayrim manbalarda ko'rsatilishicha, ba'zi shaharchalarda bu kasb hatto 1970-yillargacha saqlanib qolgani keltirilgan. Aslida bunaqa yo'q bo'lib ketgan kasblar juda ham ko'p va o'sha paytdagi insonlar ham xuddi bugungi kunda biz o'ylashimiz kabi, ya'ni dasturchi yoki bankir yoki boshqa shunga o'xshash mutaxassislar kabi, meni kasbim abadiy yashaydi va men shuni orqasidan ko'plab yillar davomida daromad topaman deb o'ylashgan. Va bu bizani bitta noqulay savolga olib keladi. Agar o'sha vaqtda insonlar meni kasbim abadiy yashaydi va mana shuni orqasidan daromad topaman deb o'ylashgan bo'lsa, bugun biz nima uchun o'zimizni kasbimizdan, faoliyat olib borayotgan yo'nalishimizdan nega xavotir olmasligimiz kerak? Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va robototexnika hozir aynan shu tezlikda, aynan shu sabab bilan, ya'ni arzonroq va tezroq yechim topilgani uchun yana o'nlab kasblarni tarix sahifalariga joylab qo'ymoqda. Va bu ro'yxat ichida hozir aynan siz ishlayotgan kasb ham bo'lishi mumkin. Sizningcha qaysi kasb mutlaqo yo'qolmasligi kerak, ya'ni ushlab qolishimiz kerak va qaysi kasblar 5-10 yil ichida butunlay yo'qolib ketadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.